yoshlar, bunyodkor va Qizilqum jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi ma'lumotlarni ma'lumot boshlaymiz. Dastlab savollarga mehmonlar javob beradi. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bugun 3-4 o'tkazdik. Men bunyodkor jamoasiga ham o'zimizni Qizilqum jamoamizga ham katta rahmat aytmoqchiman. Bugun kuzatgan muxlis bor o'yin uchun keyingi yillarga bunyodkor jamoasiga omad tilayman va o'zim jamoaga katta rahmat aytaman. Bugungi ishlab chiqilgan taktik barcha ko'rsatmalarni a'lo darajada bajarib, bunyodkor maydonidan bir ochko bilan qaytyapmiz. Juda xursand bo'ldim. Ularni qiyin bo'lishidan, chunki bunyodkor to'p bilan muomala qilishi juda ajoyib. Shundan olib biza qarshi hujum taktikasini tanlagandik. Xudoga shukr, mana bugun bir ochko bilan qaytyapmiz. Navoiydan kelgan barcha futbol ishqibozlariga va rahbariyatga katta rahmat aytaman. Keyingi o'yinlarga xudo xolasa zo'r g'alabalarimiz bilan o'z muxlislarimizga, o'z rahbariyatimizni xursand qilamiz degan umiddaman. Dastlab shu boshqarma Nikola Lazarevich haqida ma'lumot berasiz? Mister Nikola qattiq gripp bo'lib qoldilar. Shamollarida oldin koronavirus bilan yaxshi davolamaganlar, shu ahvolni qo'zg'adi va uyga jo'nab ketishga majbur bo'ldilar. Bizlar qolgan murabbiylar shtabi bilan o'sha yo'llarni bildirmasdan mashg'ulotlarni davom ettirdik, maslahat qilgan holda. Xudo xolasa seshanba kuni qaytib keladilar Qo'qonda o'zlari jamoani olib chiqadilar. Shu Nikolaevich uchun. Agar taktik ko'rsatmani futbolchi to'g'ri bajardi dedingiz, aynan bugungi taktik ko'rsatmada durang tushmadi, chunki ikkinchi bo'limda Qizilqum raqib jarima maydonchasiga tomoniga o'tgani yo'q, deyarli aytarli keskin hujum ham qilgan edi. Aynan durangdan xursand bo'lish qanchalik to'g'ri, chunki Qizilqum tarkibida Superliga havosida bo'lgan tajribali futbolchilar bor. Ular g'alabaga qozonishga, g'alaba uchun o'ynashga qodir degan yigitlarni jamlanganda, umuman aynan ikkinchi bo'limdagi harakatlar xususida. To'g'ri gapiryapsiz, so'zga olib qo'shilaman. Har bir jamoa g'alaba uchun maydonga tushadi. Bizlar bu o'yinda g'alaba uchun tushgandik, lekin bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bizda 80% jamoamiz o'zgardi. Chunki o'tgan yildan qolgan 5 ta futbolchi bo'lgan, qolgan barcha 13 ta futbolistimizni yangi oldik. Chunki limit bor edi bizda. Jamoa yangiligini stokka olib, ular bir-birini tushunmaydi, vaqt kerak, lekin bizga vaqt hech kim bermaydi, bilasizlar. Shundan kelib chiqib biz taktikani tanladik. Bunga vaqt kerak. Asosda shu taktikani mashg'ulotlarda o'rganib boryapmiz. Buni o'yinlarda bitta ikkita moment bo'lib qolishi mumkin, kim o'tib ketishi mumkin. Bundan o'yinda o'ynab shuncha dominировать qildi, ko'p bilan ko'p muomala qildi, bunga problema yo'q, lekin biz o'zimizni shansimizni kutdik. Ko'rgan bo'lsangiz ikkita moment bo'ldi. Ajoyib urushsaydik, g'alaba bizga ketadi. Shuni navbat olib, shu qarshi hujum taktikasini tanlagandik o'yinga. Akalar, Qizilqumni hozir kelayotgan oxirgi hamma murabbiylardan ko'p Qizilqum juda yaxshi, o'zi shu o'ynagansiz, turli lavozimda ishlab ma'lum bir jamoani ham o'zi boshlab tushasiz oxir paytda. Umuman Qizilqum qachon chempionlik uchun kurashadigan va oldiga yuqori maqsad qo'yadigan jamoa sifatida gapiradi. Chunki Qizilqumda shunaqa potensial borki, deylik Oson Runovni olamizmi, Jasur Jaloldinovni olamizmi, yaxshi nimalarga yetishib chiqadi mamlakatda. Lekin aynan jamoa qachon bir o'sha oldiga yuqori maqsad qo'yib chempionlik uchun kurashadigan raqobatbardosh jamoaga aylanadi. Chunki Qizilqum oxirgi yillarda o'rniga chiqsa, muxlislar ko'p savol bo'ladi, misol uchun har yil jamoa o'rtamiyona bo'lib qoldi. To'g'ri, har bir murabbiy ham xohlaydi. Tepalarda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga chempionatda qatnashdi. Bizning tim bor, aholimiz shuni xohlaydi. Navoiy viloyatida anchadan beri mana ishlab kelyapman, lekin bunda katta struktura deganda oldindan o'zimiz bilan akademiyani ochiladi, xudo xolasa nasib bo'lsa, yo'lga qo'yilyapti, maydonlarni shakllantirilyapmiz. Sekin-astalik bilan bunga birdan bo'lmaydi, qadam-qadam qilish kerak. Chunki mana biz har yil o'yindan futbolist almashtirsak, biz sovrindor o'rinlar uchun juda qiyin bo'ladi. Buni qilishga, raqobatlash qilib o'ynashimizga, shu uchun har bir futbolchini olishga, masalan, 24-23 yoshli bolalarni olsak, bu olimpikka o'xshagan bolalarni yig'ib, ularni 3 yilga turli kontrakt qo'yib, ular bilan birinchi yil ishlab, ikkinchi yil уже yetkazib, keyin 3-yil уже обязательно effekt berishi aniqda buni. Lekin uni qilish kerak. O'ylayman, xudo xolasa bir rahbariyatni uchrashgan payt shularni ham tushuntirib, ular bilan gaplashib, muhokama qilsak, murabbiyimiz yaxshi, shtabimiz yaxshi. Mana shu narsa yo'lga qo'ysak, обязательно 3 yil ichida
raqobatbardosh jamoa qilib medal uchun barcha qilsak bo'ladi. Bunga vaqt o'ylayman. Oxirgi savolim, umuman Qizilqumda bugungi kunda tarkib bir paytlar o'sha Hamid aka aytgan matbuot anjumaningizga qo'l ostida 1,5 ta ham tarkib yo'q deb fikr bildirgan paytlar bo'lganda, aynan bugungi kunda Qizilqumda tarkib teng tarkib bor desak bo'ladimi? Bir-birini to'ldiradi. Endi 1,5 ta tarkib deb o'ylamayman, lekin imkoniyat darajada biz yoshlarimizni, mahalla yoshlarimizni tarkibga jalb qilyapmiz. Mana buni Sulton Rahmat chiqdi, yana Iqdolov, futbolchi Muzaffarov, Tampada ishimiz bor. Shunday sekin-sekin o'z-o'zimizni mahalliy futbolchilarni ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Chunki o'rinbosarlarimizda kim yaxshi o'ynasa, o'shalarni jalb qilyapmiz. O'sishimiz kerak, chunki mahalliy futbolchilarni ko'paytirishimiz kerak o'ylayman. Legionerlar u vaqtinchalik o'yinchilar, bir yil keladi, ketadigan o'yinchilar. Biz o'zimiz mahalliy futbolchilarni rivojlantirishimiz kerak va ularni olib jamoaga asos tarkibni shug'ullantirib, bir imkoniyat berishimiz kerak. Shunda Nasaf, Paxtakor, ko'ryapmiz, Navbahor jamoalari hammasida yoshlar tashkillayapti. Biz ham shu yo'lda Xudo xohlasa Surxon masalan oldinga olib shunday yo'lga shug'ullanamiz, Xudo xohlasa shunday qilamiz. Biz ham shuni ko'paytirishga harakat qilamiz. Biz yaxshi bo'ladi Xudo xohlasa. Hozir hamkasbning savoliga javob berdingizki, shu 2-3 yildagi rejamiz bo'yicha ketsak, akademiyachilarda jamoa medal uchun kurashish boshlaydi. Lekin menimcha birinchi jamoa o'z stadioniga qaytib olgani yaxshi, chunki Qizilqum oqibatda o'z uyida 1,5 yil oldin o'ynadi. Bu yil 2 yil bo'ladi. Shu stadion haqida ma'lumot berib o'tsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda rasmlarda chiqyapti. Albatta to'g'ri aytyapsiz. Hamma jamoa uyda o'ynagani yaxshi. Mana rahbarlarimizga katta rahmat, homiylarimizga katta rahmat, o'zimizni direktorlarimiz kecha kunduz uxlamasdan 18-ga Xudo xolasa uyda Qo'qon jamoasini qabul qilishga harakat qilyapti. Maydonimiz taraf bo'lgan. Ertaga Xudo xolasa PFLdan komissiya bor tekshiradi, ruxsat bersa, inshaalloh 18-aprelga biz Qo'qon jamoasini Navoiyda qabul qilamiz Xudo xolasa. Hammasi tayyor. Yaxshi bo'lishi kerak. Rahmat. Katta rahmat.